Zamonaviy uylarni qanday ko'rinishda bo'lishini taxminan hamma biladi, lekin hech ham bir shiftlarga, ya'ni patologlarga e'tibor berganmiz. Qaranglar, bu yerda bir ko'rishda o'ylashingiz mumkin bu gipsokarton deb, lekin aslida bu natijniy patolog ekan. Chiroyli, xullas, agar siz natijniy patolog haqida ma'lumotga ega bo'lmasangiz, videoni oxirigacha ko'rsangiz, hammasini tushuntirib beraman. To'g'risi, xonadon juda ham zo'r remont qilingan va yakunlovchi element sifatida mana shu natijniy patologni ham ko'rsangiz bo'ladi. Bachkana emas, uyni bilan to'ldirganda qaranglar, buni podsvetkalar bor atrofida, o'rtasida va chuqurlashtirilgan kirgan galogenlar bor. Endi sizni talabingizga qarab atroflariga ham podsvetka qilib berarkan, juda ham chiroyli ko'rinadi. Koridorda xuddi shunaqa qilingan. Xullas, zamonaviy patologlarda ko'rinishi mana shunaqa bo'lar ekan. Masalan, mana shu kvartira natijnoy patolog bo'lgan va u qay darajada yarashgan va qanaqa ko'rinishda bo'lishini hozir ko'rsataman.